Avtomobilingiz konditsioner panelida deyarli hech qachon bosmaydigan bir tugma bor. To'g'risini aytsam, ko'pchilik haydovchilar uning aslida nima vazifa bajarishini bilmasa kerak deb o'ylayman. Vaholanki boshqaruv panelingizda jim turgan o'sha kichkina tugma konditsioneringizga salonni 2 barobar tezroq sovutishga yordam beradi va hatto har bir bak uchun yoqilg'i sarfini 15% gacha kamaytirishi mumkin. Va mana bu narsani tushunishingizni istayman. Avtomobil ustangiz buni sizga hech qachon o'tirib tushuntirib bermasa kerak. Konditsioneringiz ishlamay qolsa, mashinani servisga olib borasiz. Bu esa ta'mirlash ustaxonasi uchun daromad degani. Foydalanuvchi qo'llanmasiga kelsak, bu ma'lumot odatda deyarli hech kim o'qimaydigan yuzlab sahifalik qo'llanmaning ichiga yashirilgan kichik bir gapda berilgan bo'ladi. Men 20 yildan ortiq vaqt davomida avtomobillar bilan ishlaganman va ustaxonadan minglab mashinalar o'tganini ko'rganman. Shuni ayta olamanki, bu butun avtomobildagi eng noto'g'ri tushunilgan tizimlardan biridir. Shuning uchun bugun men sizga aynan qaysi tugmani nazarda tutayotganimni va undan qanday qilib to'g'ri foydalanishni ko'rsatib beraman, chunki uni noto'g'ri ishlatish vaziyatni yanada yomonlashtirib yuborishi mumkin. Buni ham tushuntirib o'taman. Oxirida esa konditsioneringizning sovutish quvvatini 30 soniyaga yetmaydigan vaqt ichida keskin oshirib yuboradigan 3 ta tugmali kombinatsiyani ko'rsataman. Bu kamdan kam hollarda tushuntiriladigan va ko'pchilik haydovchilar umuman ishlatmaydigan kombinatsiya. Boshlashdan oldin kichik bir iltimosim bor. Agar siz yillar davomida konditsionerdan foydalanib kelayotgan bo'lsangiz-u, lekin undan qanday qilib eng yaxshi natijaga erishishni bilmasangiz, like tugmasini bosing. Bu menga siz o'ylaganingizdan ham ko'proq yordam beradi. Va obuna bo'ling, chunki men sizga mashina sotib olganingizda ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan amaliy fokuslarni ko'rsatishda davom etmoqchiman. Endi boshlaymiz. Zamonaviy konditsioner tizimlarida shunday bir narsa borki, uni hayratlanarli darajada kam haydovchilar tushunadi. Ular ikki xil usulda ishlashi mumkin va to'g'risini tanlash katta farq qilishi mumkin. Birinchisi, tashqi havo rejimi. Ushbu sozlama yoqilganda, qizim havoni avtomobil tashqarisidan tortib oladi, uni sovutadi va keyin salonga yuboradi. Tashqi havo kiradi, sovutiladi va ichkariga yetkazib beriladi. Bu juda oddiy. Ikkinchi sozlama, bu resirkulyatsiya rejimi va aynan shu yerda ishlar ancha qiziqarli tus oladi. Tashqaridan doimiy ravishda yangi havo olish o'rniga, tizim allaqachon salonda bo'lgan havoni oladi, uni qaytadan sovutadi va uzluksiz aylanish jarayonida tizim orqali qaytarib yuboradi. Mana asabiylashtiradigan qismi. Ko'pgina haydovchilar butun kun davomida tashqi havo rejimi tanlangan holda haydashadi. Ular resirkulyatsiya tugmasini juda kam bosishadi, hatto umuman bosishmaydi, chunki ular bu funksiya nima uchun mo'ljallanganini tushunishmaydi. Natijada ular salonni tez sovutish va shu bilan birga yoqilg'i sarfini kamaytirishning eng foydali usullaridan birini e'tiborsiz qoldirishmoqda. Resirkulyatsiya eng muhim jihat. Bu salon haroratini tezroq tushirishga yordam beradi va shu bilan birga konditsioner ishini samaraliroq qilishi mumkin. Hozir nima uchunligini batafsil tushuntirib beraman. Nima bo'layotganini tushunib yetganingizdan so'ng, ehtimol, konditsionerdan avvalgidek foydalanmay qo'yasiz. Keling, mana bunday vaziyatni tasavvur qilaylik. Yozning jazirama tush payti, mashinangiz esa bir necha soatdan beri tashqarida, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida turibdi. Eshikni ochishingiz bilan sizni issiq havo to'lqini kutib oladi. Salon ichidagi harorat nihoyatda yuqori bo'lishi mumkin. U taxminan 140 yoki hatto 160 daraja Farengeitga yetishi mumkin. Men shaxsan o'zim infraqizil termometr yordamida bunday haroratni tekshirib ko'rganman. Bu xuddi pechni ochgandek tuyulishi mumkin. Xo'sh, hamma nima qiladi? Ular ichkariga o'tirib, eshikni yopishadi va darhol konditsionerni yoqishadi. Bunda uni tashqi havo rejimida qoldirishadi. Bu esa muammo tug'diradi. Tashqi havo rejimi tanlanganda, tizim tashqaridagi issiq havoni avtomobil ichiga tortadi. Bu tashqi havo quyoshda qizigan salon ichidagi havodan salqinroq bo'lishi mumkin, lekin juda issiq kunda u baribir 85-95 daraja atrofida bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, tizimning yuragi hisoblangan konditsioner kompressori kirib kelayotgan o'sha issiq havoni sovutish uchun juda qattiq ishlashiga to'g'ri keladi. Natijada ko'proq yoqilg'i sarflanadi va salon qulay haroratga kelguncha ko'proq vaqt ketadi. Endi dastlabki issiqlik chiqib ketgandan so'ng, havo aylanish, resirkulyatsion rejimiga o'tganingizda nima bo'lishini tasavvur qiling. Tizim endi tashqaridan kirib kelayotgan issiq havo bilan doimiy kurashmaydi. Aksincha, u allaqachon bir marta sovutilgan havoni qayta sovutadi. Bir stakan suv haqida o'ylab ko'ring. Agar kimdir sizga iliq stakan bersa va uni sovutishni so'rasa, siz ko'p issiqlikni chiqarib tashlashingiz kerak bo'ladi. Ammo suv allaqachon qisman sovigan bo'lsa, uni to'liq sovutish ancha oson va tezroq kechadi. Aslida, tashqi havo va havo aylanish, resirkulyatsion rejimi o'rtasidagi farq aynan shunda. Samaradorlikdagi farq sezilarli darajada. Kompressor kamroq ishlaydi, yoqilg'i sarfi kamayishi mumkin va salon tezroq qulay haroratga yetadi. Boshqacha qilib aytganda, bundan hamma yutadi. Endi buni amalda qo'llab ko'ramiz. Avvalo, qaysi tugma havo aylanishini, resirkulyatsion boshqarishini bilishingiz kerak. Chunki tugmani topa olmasangiz, bu usulni bilishdan foyda yo'q. Ko'pgina zamonaviy avtomobillarda bu belgi osongina tanib olinadi.
U odatda yon tomondan ko'rinadigan avtomobil shaklida bo'lib, ichkarida aylanma yoki usimon shaklini hosil qiluvchi egri oq bilan tasvirlanadi. Bu belgi havoning tashqaridan doimiy ravishda olinmasdan, balki salon ichida aylanayotganini bildiradi. Bu sizning havo aylanishini boshqarish tugmangiz. Ba'zi avtomobillarda belgi o'rniga aytiriladigan so'zi yoki uning qisqartirilgan shakli ishlatilishi mumkin. Tashqi ko'rinishi turlicha bo'lishi mumkin, lekin vazifasi bir xil. Ko'p hollarda siz bu boshqaruv tugmasini bevosita iqlim nazorati panelida, harorat va ventilyator tezligini sozlash uchun ishlatiladigan tugmalar va rostlagichlar yonida topasiz. U odatda yaqinroq joyda, ko'pincha ko'zga yaqqol tashlanadigan joyda bo'ladi. Shuning uchun, keyingi safar mashinangizda o'tganingizda, iqlim nazorati panelini ko'zdan kechirib, uni topishga 1 daqiqa vaqt ajrating. Agar mashinangiz hozir tashqarida turgan bo'lsa, hatto borib tekshirib ko'rishingiz ham mumkin. Panelga diqqat bilan qarang. Agar tugma yonidagi indikator chirog'i hozir o'chirilgan bo'lsa, men ajablanmayman. Agar shunday bo'lsa, demak siz ehtimol juda uzoq vaqtdan beri, balki yillar davomida, xuddi boshqa son-sanoqsiz haydovchilar kabi, odatiy holatda toza havo rejimidan foydalanib kelayotgan bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi va uchinchi qadamlarga o'tishdan hamda sovutish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan 3 ta tugma kombinatsiyasini ko'rsatishdan oldin, shu paytgacha bu boshqaruv tugmasiga e'tibor berganmisiz yoki yo'q? O'ylab ko'rish uchun 1 soniya vaqt ajrating. Agar siz uning nima uchunligini bilmagan bo'lsangiz, aynan shuning uchun ham uni tushunish muhimdir. Shuningdek, o'z avtomobilingizni ham tekshirib ko'rishingiz kerak, chunki uning joylashuvi va belgilanishi bir mashinadan boshqasiga farq qilishi mumkin. Endi davom etamiz, chunki ikkinchi qadam har bir rejimdan qachon foydalanish kerakligini aniq tushuntiradi. Uchinchi qadam esa haroratni juda tez tushira oladigan tezkor sovutish usulini o'z ichiga oladi. Keyin esa kamdan kam hollarda tushuntiriladigan 3 ta tugma kombinatsiyasi bilan yakunlayman. Mana eslab qolishingiz kerak bo'lgan asosiy qoida. Uni tushunib olganingizdan so'ng, konditsionerdan foydalanish ancha samaraliroq bo'ladi. Juda qizib ketgan mashinaga kirganingizda, dastlabki 2-3 daqiqani toza havo rejimini yoqib, oynalarni biroz ochib va konditsionerni maksimal darajaga qo'yib haydang. Resirkulyatsiya samaraliroq ekanligini tushuntirganimdan keyin, nega sizga toza havo rejimi bilan boshlashni aytayotganim sizga galati tuyulishi mumkin. Buning juda muhim sababi bor. Ichkariga kirgan lahzangizda salonda qamalib qolgan havo juda issiq bo'ladi. Agar siz darhol resirkulyatsiyani yoqsangiz, shunchaki o'sha jazirama issiq havoni ichkarida saqlab qolasiz va uni qayta tizim orqali aylantirasiz. Konditsioner xuddi o'sha qizib ketgan salon bilan ishlashga majbur bo'ladi. Kompressor qattiqroq ishlaydi va siz o'zingizni noqulay his qilishda davom etasiz. Dastlabki bir necha daqiqa davomida maqsadingiz ichkarida qamalib qolgan issiqlikdan qutulishdir. Toza havo rejimi, biroz ochilgan oynalar va kuchli ventilyator issiq havoni tashqariga chiqarib yuborishga va uni tashqaridagi salqinroq havo bilan almashtirishga yordam beradi. Aslida, tizimdan pastroq haroratni saqlashni talab qilishdan oldin siz salonni issiq havodan tozalab olyapsiz. Ana endi muhim lahza keladi. Taxminan 2 daqiqadan so'ng oynalarni butunlay yoping, resirkulyatsiyani yoqing va ventilyator tezligini maksimaldan o'rtacha darajaga tushiring. Endi tizim tashqaridan tinimsiz issiq havoni tortib olish o'rniga allaqachon sovutilgan havo bilan ishlaydi. Kompressor bunchalik qattiq ishlashiga hojat qolmaydi. Yoqilg'i sarfi kamayishi mumkin va salon harorati ancha tezroq pasayadi. Farq juda katta bo'lishi mumkin. Buni o'zingiz sinab ko'rganingizdan so'ng, nega buni yillar oldin bilmaganingizdan hayron qolishingiz mumkin. Shunday ekan, tartibni eslab qoling. Avval yigilib qolgan issiqlikni chiqarib yuborish uchun tashqaridan toza havo kiriting. Keyin esa sovutilgan havoni ichkarida saqlab qolish uchun resirkulyatsiyadan foydalaning. Aynan shu tartibga amal qilish kerak. Endi 3-bosqichga o'tishimiz mumkin. Bu juda qizib ketgan salon bilan kurashishning oddiy usuli. Bu juda oson tuyulishi mumkin, lekin u oddiy fizikaga asoslangan. Mana nima qilishingiz kerak? Qizib ketgan mashinangizga yaqinlashing va konditsionerni hali yoqmang. Hozircha uni o'chirilgan holda qoldiring. Avval haydovchi tomondagi oynani butunlay tushiring. Uni shunchaki ozgina ochib qo'ymang. Uni oxirigacha oching. Keyin yo'lovchi tomoniga o'ting. Endi yo'lovchi eshigini qayta ochib yoping. Uni oching, yoping va bu harakatni xuddi eshikdan yelpigich sifatida foydalanayotgandek bir necha marta takrorlang. Buni taxminan 10 soniya davomida bir maromda bajaring. Siz bu bilan havo haydash effektini hosil qilyapsiz. Har safar yo'lovchi eshigi yopilganda, u salon orqali katta miqdordagi havoni itaradi va ichkarida qamalib qolgan issiq havoning bir qismini ochiq haydovchi oynasi orqali tashqariga chiqarib yuboradi. Aslida, siz jismonan issiqlikni avtomobildan tashqariga haydayapsiz. Taxminan 10 ta eshik harakatidan so'ng, siz atigi bir necha soniya ichida to'plangan issiq havoning hayratlanarli darajada katta qismini chiqarib tashlashingiz mumkin. Endi ichkariga kiring va konditsionerni tashqi havo rejimida yoqing. Ventilyatorni eng yuqori darajaga qo'ying va oynalarni yana 1 daqiqacha ochiq qoldiring. Ventilyatsiya teshiklaridan chiqayotgan havo haqiqatan ham salqin bo'lishi bilan oynalarni yoping va tizimni aylanma rejimga o'tkazing. Shunda salon juda tez qulay holatga keladi. Tizim qiynalayotgan paytda bir necha daqiqa davomida jazirama issiq avtomobil ichida o'tirishingiz shart emas. Shuningdek, kompressor haddan tashqari issiqlikka qarshi kurashayotgan paytda yoqilg'ini behuda sarflashingiz ham kerak bo'lmaydi. Siz sovuq havoni ancha tezroq olasiz.
Men bu usulni o'nlab yillar davomida haydab kelayotgan odamlarga ko'rsatganman va ularning munosabati ko'pincha bir xil bo'ladi. Ular bunchalik oddiy narsa shunchalik sezilarli farq qilishi mumkinligidan hayron qolishadi. Bu yerda hech qanday sehr yo'q. Bu shunchaki ko'pchilikka o'rgatilmagan fizika qonunlari. Endi biz boya aytib o'tgan 3 ta tugma kombinatsiyasiga keldik. Bu konditsioner tizimining sovutish samaradorligini maksimal darajaga ko'tarish uchun mo'ljallangan sozlama. Birinchi boshqaruv elementi bu resirkulyatsiya, aylanma rejim. Siz buni nima qilishini allaqachon bilasiz. Bu tizimga tashqaridan kelayotgan issiq havo bilan qayta-qayta ishlash o'rniga allaqachon sovutilgan havoni sovutishda davom etish imkonini beradi. Ikkinchi boshqaruv elementi bu avtomatik iqlim rejimi, odatda iqlim panelidagi auto so'zi bilan belgilanadi. Auto rejimini yoqish avtomobilning iqlim tizimiga tanlangan sharoitlarni samarali saqlab qolish uchun harorat, ventilyator tezligi va havo oqimini avtomatik ravishda boshqarishni buyuradi. Uchinchi boshqaruv elementi bu ventilyatorning maksimal tezligi. Avtomobil turiga qarab, buni ventilyator boshqaruv tugmasini bir necha marta bosish yoki mah deb belgilangan sozlamani tanlash orqali yoqish mumkin. Ushbu 3 ta sozlama, resirkulyatsiya, avtomatik iqlim nazorati va ventilyatorning maksimal tezligi birlashtirilganda, tizim juda yuqori sovutish samaradorligi bilan ishlay oladi. Kompressor mos quvvatda ishlay oladi. Resirkulyatsiya unga allaqachon salqinroq bo'lgan havoni uzatib turadi. Kuchli havo oqimi esa bu sovuq havoni faqat oldingi o'rindiqdagi yo'lovchilar atrofida to'plab qolmasdan, butun salon bo'ylab tarqatadi. Aks holda orqa qism issiq bo'lib qolishi mumkin. Ularning birgalikda qanday ishlashini tushunmasdan, alohida boshqaruv elementlarini qo'lda sozlash bilan solishtirganda farq sezilarli bo'lishi mumkin. Ikki zonali avtomatik iqlim nazorati bilan jihozlangan avtomobillarda ushbu kombinatsiya mos sharoitlarda salon haroratini 1 daqiqadan kamroq vaqt ichida 10 daraja Farengeitga yaqinroq pasaytirishi mumkin. Bu ko'plab haydovchilar kamdan kam hollarda to'g'ri ishlatadigan 3 ta boshqaruv elementi tomonidan hosil qilingan katta harorat o'zgarishidir. Keyingi safar issiq havoda mashina haydaganingizda ushbu kombinatsiyani sinab ko'ring va farqni qanchalik tez his qilishingizga e'tibor bering. Ammo tizimni doimiy ravishda resirkulyatsiya rejimida qoldirishdan oldin siz tushunishingiz kerak bo'lgan bitta muhim cheklov bor. Resirkulyatsiya foydali, ammo u doimiy ravishda faol qolishi shart emas. Agar siz oynani ochmasdan yoki tashqaridan havo kirishiga yo'l qo'ymasdan 30 yoki 40 daqiqadan ko'proq vaqt davomida resirkulyatsiya rejimida qolsangiz, yo'lovchilarning nafas olishidan hosil bo'lgan karbonat angidrid asta-sekin to'planib qolishi mumkin. Chunki bir xil havo doimiy ravishda aylanib turadi. Bu to'planish sizda uyquchanlikni keltirib chiqarishi, diqqatni jamlashni pasaytirishi va ba'zi hollarda bosh og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Vaziyat haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Ehtimol, siz uzoq vaqt davomida mashina haydayapsiz va hushyorlik yoki diqqatning pasayishi rulda o'tirganda sizga mutlaqo kerak bo'lmagan holatdir. Shuning uchun oddiy qoida shuki, bu ikki rejim o'rtasida almashinib turish kerak. Salqin haroratni saqlab turish uchun resirkulyatsiyani 20-30 daqiqa atrofida yoqiq holda saqlang. So'ngra salon havosini yangilash uchun taxminan 5 daqiqaga tashqi havo rejimiga o'tkazing va shundan so'ng yana resirkulyatsiyaga qayting. To'liq avtomatik iqlim tizimlari bilan jihozlangan ko'plab yangi avtomobillar vaqti bilan tashqi havoni kiritish orqali bu jarayonni o'zlari boshqara oladi. Biroq, agar avtomobilingiz eskiroq yoki to'liq qo'lda boshqariladigan iqlim tizimiga ega bo'lsa, sozlamani o'zingiz o'zgartirishni esda tutishingiz kerak bo'lishi mumkin. Yana bir oxirgi jihat borki, u harorat pasayganda va namlik tufayli old oynaning ichki qismi tumanlana boshlaganda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday vaziyatda resirkulyatsiya sizga kerak bo'lgan narsaning aksidir. Buni takrorlashga arziydi, chunki ko'plab haydovchilar bu borada xato qilishadi. Oynalar tumanlanganda resirkulyatsiyadan foydalanmang. Sababi oddiy. Salon ichidagi havo nafas olish, nam kiyimlar, hol poyabzallar va avtomobilga kirib qolish mumkin bo'lgan har qanday suvdan kelib chiqadigan namlikni o'z ichiga oladi. Shuning uchun salondagi havo tashqaridagi havoga qaraganda namroq bo'lishi mumkin. Agar siz resirkulyatsiyani yoqsangiz, o'sha namlikni ichkarida qamab qo'yasiz va uni aylantirishda davom etasiz. Bu esa old oynaning yanada tezroq tumanlanishiga olib kelishi mumkin. Buning o'rniga sizga tashqi havo rejimi kerak. Tumanlangan old oynani tezda tozalash uchun tashqi havo rejimini tanlang. Isitishni maksimal darajaga ko'taring. Ventilyatorni maksimal tezlikka qo'ying va old oynani muzdan tozalash funksiyasini yoqing. Tashqaridagi quruqroq havo salonga kiradi. Issiqlik oynadagi namlikni yo'qotishga yordam beradi va old oyna 1 daqiqadan kamroq vaqt ichida tiniq bo'lishi mumkin. Ob-havo soviganida buni yodda tuting, chunki bu sizni ko'rish darajasi keskin pasaygan holda haydashdan saqlab qolishi mumkin. Keling, hammasini jamlab ko'ramiz. Siz e'tiborsiz qoldirgan bo'lishingiz mumkin bo'lgan bitta kichik tugma, ko'plab haydovchilar noto'g'ri tushunadigan ikkita turli konditsioner rejimi, salondagi haddan tashqari issiqlikdan qutulishning tezkor usuli va sovutishni sezilarli darajada yaxshilaydigan hamda yoqilg'i sarfini kamaytirishga yordam beradigan 3 ta boshqaruv elementining kombinatsiyasi mavjud. Bular ko'pchilik hech qachon o'rganmaydigan oddiy usullardir. Yo'lga chiqishdan oldin tashqi havo va resirkulyatsiya o'rtasidagi farqni bilasizmi yoki yo'qmi va 3 ta boshqaruv elementining kombinatsiyasi siz uchun yangilik bo'ldimi? Shular haqida o'ylab ko'ring.
Agar buni keyingi safar yo'lga chiqqaningizda sinab ko'rsangiz, salon sezilarli darajada tezroq soviyotganiga e'tibor bering. Agar avtomobilingiz avtomatik iqlim nazorati tizimiga ega bo'lsa, buni yodda tuting, chunki tizimning ishlashi to'liq holda boshqariladigan avtomobillarnikidan farq qilishi mumkin. Haydovchilar e'tiborsiz qoldiradigan ko'plab kichik iqlim nazorati funksiyalari va oddiy usullar mavjud va ularni tushunish kundalik haydashni yanada qulayroq qilishi, shu bilan birga tizimga tushadigan keraksiz yuklamani kamaytirishi mumkin. Oxirigacha men bilan qolganingiz uchun rahmat. Keyingisida ko'rishguncha.